Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz Andijondagi yangi obyektimizni eshiklarini o'rnatib berdik. Eshiklarimiz krashinning eshigi bo'lib, hozirgi trendda bo'lib turgan shotlandiyalik modelda yasab berilgan. Eshiklarning sifatini ko'rib, videoga bitta like bosib qo'yasiz. Zamonlarimiz Frida zamon bo'lgan. Oynaklari matvi oyna qildirilgan. Bu eshigimiz sanuzelning eshigi bo'ladi mana. Mana eshigini zazorlariga ham alohida e'tibor berasizlar. Oshim oshiqlari ham original universal oshim oshiqdan qo'yib berilgan. Eshigimiz ochilib yopilishlari mana. Juda ham ideal holatda chiqdi. Bu sanuzelning orqa tomoni. Sanuzelning orqa tomoniga ham obshipkasini qilib berilgan mana. Choklarni ham ko'rishingiz mumkin choklarni. Hammasi birlay defda bo'lgan. Bu tomonda mana shotlandiyalik eshiklarimiz. Bu eshiklarimiz razmari 87 ga 240 eshik bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli MDF eshik kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka va ustunlik xizmatlarimiz bor. Xohlagan modeldagi eshigingizni, xohlagan rangingizda yasab, tayyorlab o'rnatib beramiz.